Assalomu alaykum. Azizlar, Ikkinchi jahon urushi tugaganligining 80 yilligi barchalarimizga muborak bo'lsin. Azizlar, Samarqand viloyati Urgut tumanidan urushga 12,5 ming otalarimiz, bobolarimiz urushga jo'nashgan. Yarmidan ko'pi urushlarda shahid bo'lgan. Shu g'alabani 40 yilligi esimda bor, 555 ta qolgan edi. Ulug' Vatan urushi qatnashchilari. Bugun g'alabaning 80 yilligini nishonlayapmiz. Urush tugaganligining 80 yilligini. Azizlar, Urgut tumanida bor yo'g'i 1 nafar urush qatnashchisi qoldi. Samarqand viloyatida 2 nafar qoldi. Bitta Samarqand tumanida, bitta Urgut tumanida. Mana shu Urgut tumanida qolgan yagona urush qatnashchisi bo'lgan Gadoyev Bo'ron boboni ziyoratiga keldik bugun. Inshaalloh Bo'ron bobo bilan gaplashamiz. Bo'ron bobo 102 yoshga kirdilar, lekin hali ham gaplari adashgan yo'q. Tetik, gaplari joyida, xotira joyida. Bir umr geografiyadan dars bergan o'qituvchi. Inshaalloh qolganini ichkarida ko'rasizlar. Bobo bilan bir chiroyli suhbat o'tkazamiz. Ketdik, marhamat. Yil men Urgut tumanida birinchi ish boshlaganimda Ulug' Vatan urushi qatnashchilari va nomzodlari 555 ta edi. Mana bugun shunga kelib ularning soni bitta. Bo'ron boboni o'zlari qoldilar. Tabarruk odam, juda bir xalqqa, elga, ayniqsa ta'lim tizimida katta xizmat qilgan ajoyib inson sifatida shuni bilamiz. Albatta ushga yana uzoq umr tilaymiz. 102 yoshga kirdilar. Mana shu hozir ham yoshlarga o'zlarini iliq so'zlarini aytib, ta'lim tarbiya yo'nalishi bo'yicha juda katta savobli ishlarni amalga oshiryaptilar. Baxtimizga omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, yurtimiz tinch bo'lsin. Bundan keyin hech qachon urush bo'lmasin. Loyoqil. Bugungi ko'p millatlarga tajriba umrlarni uzoq o'tirishdan bo'lsin. Onu ko'rgan kattalar sizlarga o'zimni minnatdorchilik bildirib, xonadoningizga hamisha xayrli yaxshi kunlar tilayman. Umuman to'g'rilar salomat bo'lib baraka qilayman. Bunlarga uzoqmiz. Allohu akbar. Gördük. Yaxshimisiz? Xudo endi. Bergan umidni yashatimizni yaqinimizda. Yoshingiz necha bo'ldi? 24 yilga tug'ilganman. Necha yil bo'ldi? 101 bo'pti. 101. Babamning 100 so'lawdi va 101. Nechinchi yil bordingiz urushga? Yoshim 18ga to'lgandan keyin oldi-da. 42-yil. Ben birinchi hozir borgan vaqtimga avvalo nimaga Pezaga edik. Pezadan keyin 3 oy turgandan keyin meni O'qishga yubordi. 6 oy o'qidim. 6 oy o'qib komandiram Andaliyada yuvarisini berdi. Lekin har qaysi Belarusga yubordi. Belarusga borib, ben qo'limga soldatlar berdi. O'shalar bilan shug'ullanib, voyali divanga bilan serjant. Bizlar kasbimizga og'irlik kasb. Sapyorlik yeni batalyon. Qo'limizga itimiz bor. Boshdan. Ben yarador bo'ldim. Yarador bo'lib ko'zimga tushdi. Keyin Gospidolga bir 23 kun yotdim. 23 kundan keyin hozir yaxshi bo'lgandan keyin yana cho'g'rayapti. Yana o'sha joyga bordik. Hali Berlinning atrofida qanday kechasi aylanib shu imkoniyatim bo'lmagandan keyin hali qor kiyimib bordik. Qor kiyim bilan yemalab
koyup demişlerdi. Şu hücum konuşka mecbur bulduk. Korkup bugünlerde bir neçelerle plege olduk. Plege olup da bayrağını kurtarıp geçeni bayrağımla İslam olkun plege olduk. Demişlerdi plege oga vakti oldu geçelim. Ularla haydi götürüp eserge plege kılıp kaç harmasını ben boş bulup olduk. Bezlige böyle bezledi. Hani köftülü joylarga oturup koyup arabayı içeri kılıyorduk. Yaşayın. Köftülük seferleri bilen. Araba olsa bu vakti kötü bir joy vardı. Atakı bilettiydi. Bir de atakı babası kapılatsa böyle. Kesesi uykusuz. Şu hasta kursa sordursa uyu geçirip koyup havası tavatlıyordu da. Kursa bugünü da. Ben geçenler kez gelip tüyü dolmuydu. Bir türlü bu. Riga'ya bozduk. Ha. Riga'ya boğulup bu territoryalarını hani bize İngilizlerin Safiyonu Brigadaydı burada. Ha. İngilizlerin Safiyonu Brigadaylar kolunuzda şu bor, iç bor, başkası bor. Koyup havasını ortalık toplayıp bir döngü toplayıp ben 90-100 kadar olup bölüp Rıskı böyle portakçı olduk. Kaça uylar kiliselere sırf gitti. Bu ondaki yapılması da vakti. Derken inaki böyle ülkede kayıtta boşlardı diye hayal bile gitti ya. Yine o vaktan ötleri köprüsü bu kadar hanım 85 yıl utandı. Orada ne ulu vatan uğraşıda böyle şey İslam bile, başkaları bile çok kattık. Cevde bu kadar bütün oldu. Orada medallar eline bakar. Yine kötülüleri hani Moskova çakıldı, Toskova çakıldı, Moskova çakıldı kötülüleri çüp yok olup gitti. Bu yüzden can kralları hepsi uçtu gitti. Aynı zamanda bu film Aslan boy, bu film aslan boy. Köyün başka masaları kıyara kölge basar o şeyde kutulaşıp kuruşup koyup bunlar ancak kayarda bu kadar da sormazlardık. Bayan hazır ailenim kelim yagona bir temeli vazıp kolumunu ovata işte Urgut'a. Shunday. Onu birlikte ketiyorduk. 12,5 ming kishi. Aynen Xudo taqdir qilar ekan. Yani birinchi oilamiz 15 yil xato qildi, ikkinchisi 16 yil. Hozir mana o'g'illarimiz, bachchalarimiz hammasi qarab, qo'yib, qayerga bo'lsa olib borib keldi. Moskvaga olib bordi. Moskvadan keyin Kislovodskka olib bordi. Kislovodskka ham 16-17 kun turdik. Mehmon bo'ldik. Yevpatoria boshqalarga borib, o'shanda 16 kun, 17 kun ko'rib, dam olib, hammasini qaytib keldik. Urush bo'lgan joylarga bordik. O'zimizni mana shu hozirgi keyingi respublikalarda, ayniqsa Boltiq bo'yiqlarida. Endi bo'lgan og'ir kunlar juda ham qiyin edi. Xudoga shukur shu ham yosh. Keyin kelib hali o'qishga kelib, shu Samarqand universitetini 57-yilda bitirdim. Keyin mana o'qituvchi, keyin ilmiy bo'lim mudiri, direktor va shunaqa vazifalarda ishlab kelib, mana shunga kelyapmiz. Oldin nevarlar hammasi turmushga chiqib, bola chaqali bo'lib qolib, ular ham
Ben köpek gitti. Dedim şu okutuvchi var. Asası okutuvchilikdan chiqqan. Xudoga behisob shukur. Shunchalik ko'p bolakanu, lekin oilaviy ahvolim ham yomon yo'q, yaxshi. O'g'lim kecha kunduz qaraydi, yaxshi. Kelinlari. Xudoga behisob shukur. Nevaralarni so'rasak, hammasi 100 qanchaga bo'ladi. Nevaralar juda ko'p. Nevaralar hammasidan bor. Hammasidan bor. 75 ta evarangiz bor ekan. Hatto begona bo'lgan. Bersangiz nima? Bana chaqalarda, bana hozir pul kerak, bana salomatlik, tinchlik, xotirjam, barakat olsun. 130 milyon hammasini ben o'ylab beramiz. Keyin qizlarimiz bor, kelinlarimiz bor, yashaydigan o'g'il qizlarimiz bor. Ben shularga hozir kerakligicha tarqataman. Qolganini to'g'rilar o'zi rasot qilaveradi. Endi og'ir vaqtlarni boshdan kechirdik. Haliyam Xudoga shukur. Xudo shunchalik umr, rizqi nasibini beryapti. Hammasi Alloh taolo menga nasib aylagan ekan. Ben tortgan azob va uqubatlarimiz hammasi rohat bo'ldi. Og'ir chog'imiz. Kechayu kunduz hozir ham duo qilamanki, ey Xudo, mamlakatimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, xalqimiz to'q farovon baxtli hayot kechirsin deyman. Iloyim, avvalo madaniyatim endi qaytib mamlakatimizda urush bo'lmasin. Mana olib borayotgan prezidentimiz so'zi hamma tomonlama hisob kitob bilan chet davlatlar bormi, shular bormi, ular bilan do'st birodar bo'lib, har bir ishni o'z vaqtiga hal qilib bo'lyapti. Bu esa xalqimizga, davlatimizga, yoshlarimizga ibrat bo'lishi kerak. Yoshlarimiz esa kelajakda jamiyat uchun, xalq uchun, ota-ona uchun, davlat uchun xizmat qilayotgan ajoyib insonlar bo'lib yetishsin. Allohu akbar. Mana bu prezidentimizning nomlaridan mana bu berib yubordi, hurmatli prezidentimiz. Prezidentimizning tabriklarini o'qib eshitiraman, eshitasiz. Prezidentimiz o'zlari qo'llari bilan yozib qo'yganlar. Sizni tabriklar. Aziz va muhtaram Gadoyev Bo'ron aka, sizdek mo'tabar faxriyimizni xotira va qadrlash kuni hamda Ikkinchi jahon urushida erishilgan buyuk g'alabaning 80 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy tabriklab, yuksak hurmat, ehtiromim va ezgu tilaklarimni izhor etishimdan baxtiyorman. Vatan ozodligi yo'lida mardona jang qilib, insoniyatni fashizm balosidan asrab qolishga munosib hissa qo'shgan, o'z siymosida bir asrlik tarixni mujassam etgan ulug' inson sifatida siz hamisha xalqimiz, davlatimizning mehr ardog'idasiz. Xalqimiz siz bilan haqli ravishda faxrlanadi. Sizning urushdan keyingi og'ir tiklanish yillaridagi fidoyi mehnatingiz, mazmunli hayot yo'lingiz ham el yurtimiz, ayniqsa yoshlarimiz uchun chinakam ibrat maktabidir. Mana shunday tabarruk yoshda ham oltinga teng duolaringiz, maslahatlaringiz bilan yangi O'zbekistonni barpo etishga katta hissa qo'shib kelayotganingiz uchun sizga ko'p millatli xalqimiz nomidan, o'z nomimdan chuqur minnatdorlik bildiraman.
biz uchun mardlik va qahramonlik timsoli bo'lgan, hayotimizga alohida fayz bag'ishlab kelayotgan siz kabi aziz va mo'tabar faxriylarimizni e'zozlab, e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish bundan buyon ham doimo muqaddas bo'lib qoladi. Shunday ulug' ayyom kunlarida sizga mustahkam sog'lik, kuch-quvvat, xonadoningizga tinchlik, fayz va baraka tilayman. Chuqur hurmat, ehtirom bilan Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoniga asosan Gadoyev bo'ron Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligi esdalik yubiley medali bilan taqdirlanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nomidan medal. Biroq tabriklar. Şunçalik etibar, şunçalik ve nispeten hürmet, izzet, mülkümü bunun için hammalarına getiriyor. Rahmanlarına çok katı usulde minnettarçıyım bunlara. Sağ bulurlar, selamet bulurlar. Hayırlı bulmasın, müşterine kat katarı olur.